ijtimoiy tarmoqlardan qaysilarini ishlatasiz? Bilayin. Bir telefon qilsak, bir-birimizga deyapti, nimadan bo'lyapti? Bugun biz siz nima deysiz jamoasi bilan birgalikda Namangan shahrida joylashgan Chorsu dehqon bozoriga yetib keldik. Assalomu alaykum. Hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqlarning yoshlarga ta'siri qanday? Yaxshi. Misol uchun, Hamma joy o'zgarish bor. Pomidor bodirlarimiz yaxshi. Bozorda ham aholi yaxshi, yashash zo'r. assalomu alaykum. Ijtimoiy tarmoqlardan qaysilarini ishlatasiz? Qaramang, nima deb o'ylayapsiz? Kim deb o'ylayapsiz meni? Assalomu alaykum. Ijtimoiy tarmoqlardan qaysilarini ishlatasiz? Quvvatli ishlatmayman. Qo'ysangchi. Instagram, Telegram. Nima maqsadda kirasiz? Telegram, Instagram. Yanachi? Hozircha shu Bir kunda faqat. necha soat sarflaysiz ijtimoiy? 2 soat, 3 soat. Nima maqsadda kirasiz? Shu oddiy istori qo'yish, Instagramni, Telegramni gruppada bor. Telegram. Nega? Dedamlar bilan gaplashaman. Chatoq, вообще yomon. Yomon. Tushungan odam yaxshi tomondan foydalanibdi. Tushunmaganlar har xil joyga kirib ketibdi.